Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun 13-iyun kuni Namangan viloyati Chustga keldik. Dilshod akam dalalariga. Bugun FL67 makka jo'xorimiz ekilganiga ro'parasi 70 kunlar bo'lib qopti. Qisqagina aytib bersangiz, qachon ekildi, nima bilan ekildi, qachon qanaqa ozuqa berdingiz, kultivatsiyalari, suvlari, qisqacha agrotexnikalarni bir aytib o'tsangiz. Bo'ldi. Assalomu alaykum. Dehqonlar yaxshimisizlar? Bu makka jo'xorimiz 16-mart kuni ekilgan. 13-mart kuni gektariga 300 kilodan amafos, 150 kilodan selitra, 100 kilodan kalini aralashtirib turib, 1-mart kuni yerga o'char olib qo'yib, do'rsa qo'yganmiz. 16-mart kuni urug' yerga ekilgan. Ekilgan, keyin yomg'ir yog'di. Yomg'irlar bilan makka chiqdi yerdan. 2-aprel kuni yerdan unib chiqqan makka. 2-aprel kuni yerdan unib chiqqan bo'lsa, keyin yerdan chiqqan bo'lsa 4 marta haydov qildik. Suv qo'ymagan makka 4 marta haydovni qilib turib, 5-haydovda 350 kilodan selitrini solib, birinchi suvini qo'ydik. Keyin shu bilan bagidan ishlab berdik. Bagidan bir 6 marta, 7 marta qurtga qarshi zahar sepdik. O'zini etap shu fosforli, NPK'lar fosfori bor, keyin azoti bor. Eng oxirgi etapida kaliysi bor, mikroelement, makroelement, rux, sink bor-ku, shulardan sepdik. Shu o'zi kechagina 4-suvni tashladik. O'zi ichiga ham loy berib turibdi. Dilshod aka, o'tgan yil ekkansiz. Bo'ylari o'rtacha 3,5 metrli bo'ldi. 3,5-4 metr bo'lgan joylari ham bo'lgan. Bu yil mana hozir keldi, yana kadrlarda ko'rsatamiz. Bo'yi 280 dan 320 gacha. 5 kun oldin taxminan uje changlanishga harakat boshladi, to'g'rimi? Adashmasam, bir 65 kunlik paytidan boshlab sulton chiqarishni boshladi. Bir hafta bo'ldi. Shunaqa. Mana shu yerni tepasi bor-ku o'zi, faqat tezroqda, davomroq. Mana shu yerlar o'zi chiqarishni boshladi. Layik tomonlar endi chiqaryapti o'zi. Endi chiqaryapti. Demak, shu 65 kundan 75 kun bo'lgan vaqtida bu 67 gibridimiz changlanish fazasiga, etapiga o'tyapti. Bu yilgi bahorgi ob-havolar aldamchi bo'lib qoldi. Shunaqa bu yil o'tgan yil mana masalan o'tgan yil qilgan ishimizni hammamiz videosini qilamizda, cheksa soatlarga turadi. Solishtirib ko'rsak, o'tgan yili shunaqa paytda biz 6-suvni qo'yganmiz. Endi 4-suvni qo'yapmiz. Endi suv talab qilmayapti-da. Yog'ingarchilik bir ko'p bo'ldi. O'shani hisobiga bu yil makkalar jicha pastroq. O'rtacha olganda bir 30 sm, 50 sm-gacha pastroq. O'tgan yil 3,5-4 metr bo'lgan bo'lsa, 67miz, bu yil endi xudo xolasa 3,5 bo'lsa kerak. Shunaqa 3,5. Ya'ni bu hali yana o'sadi bu. Yana o'sadi, to'g'ri. O'sadi bu hali. Chunki makka jo'xori mana changlanish etapiga keldi. To'g'ri, o'sish, ya'ni vegetatsiya davri to'xtaydi-ku, lekin qovurg'alari biomassasi yig'adi. Qovurg'a oralari cho'ziladi, to'g'rimi? To'g'ri. Ya'ni har bir makka jo'xori masalan qovurg'asi 2-3 sm-dan cho'zilsa ham, bitta makkamiz 10 sm-dan 30 sm-gacha o'rtacha bo'yi cho'ziladi. To'g'ri. Keyin mana hozir sanab ko'rdim, bu yoqda boshqa makka jo'xorida video qo'yib ketamiz. Barg sonini mana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ichida 15. 15 da. O'zi odatda juft bo'ladi. 16-bargi menimcha sultonni tagida bo'lsa kerak. To'g'ri. 16 ta barg ekan. 16 ta bo'ladi. O'tgan yilda lekin 18 tagacha bo'lgan. O'tgan 18 tagacha. Bu yil mana bahorgi shu ob-havo o'zgarishlar, yuqori namlik, kechasi juda past harorat Shunaqa bo'lgani uchun makka jo'xori ham aldanib qoldi. Stressga tushib qoldi. Lekin xudo xolasa yomon emas. Xudoga shukr, shunisi yaxshi. Zo'r. Kesak metrga solamiz. Bu yana 1,5 metr o'sadi-da, o'stirishida o'zi. O'sadi. Barglarini kengligini ko'rsatib beraylik. Yoki bittasini qayirib, sindirib beramiz mana. Mana 67 ni bir ajralib turadigan taraflari bargini mana kengligi 12-14 sm bor. Metrga tepadan oldik, ko'rsatamiz kadrini. Uzunligi 60 sm chiqdi.